Assalomu alaykum. Video obzor qilib qo'yaylik. Manba gidromotor ko'pchilik biladi. Ikkinchi gidromotor, uchinchi gidromotor. Mana двойной моталка. Гидрораспределитель. Гидрораспределитель yangi bular. Gidroraspределитель mana bu yerda. Mana balon 7 metrga ko'taradi deyapti, qani ko'ringlar. Bitursinchi. Mana insha motor. O'shanda bizga bitta, ikkita, uchta insha bo'lyapti, bitta GS mana bu GS anaqa bor. GS 90. Niva combine bitta mishalkalar anaqasi. Tak, xudo xolis sekin bo'lyapti. Bolalar ishqilib harakat qilib yotishibdi. Mana rulni kecha qiziqishyapti. Anaqa yaxshiroq obzor qilib bering deb. Bu masalan joyda keladi, burilib bo'lmaydi. Mana shu oldiga ham ko'chadi, mana shu orqaga ham ko'chadi. Bunda yechiladi bu. Mana dankrati. Dankrati 1.60 mi shunaqa uzunligi 1.70 mi? 1.20 o'zida agar 40 mm qolsa 1.20 ko'tarar ekan. Regrovka bo'lib. Shu tak. Mana kichkinasi. Buni ham xudo xolisi bitirib qolamiz. Bu 5 metr ko'taradi. Mana 7 metr ko'taradi deyishdimi? Xudo xolisi ko'ramiz. Tak. Ishqilib qo'yatib biza. Xudo xolisi harakat qilib. Mana buni nimaga rasmini ko'rsatyapman? Yoshlar ko'rishsin, havas qilishsin. Masalan, O'zbekistonda juda ham iqtidorli yoshlar ko'p, talantli. O'shalar ko'rib havas qilib, xudo xolisi shunga o'xshagan texnikalar yasashsa, kam bo'lishmaydi. Qiyinchilik bo'ladi, boshqa bo'ladi. Xudo xolisi yaxshi texnika qiziqadigan bolalar ko'p. Iqtidorli yoshlar. Xudo xolisi, mana dizel motor, hamma biladi buni.